Yaxshimisan o'rtoqjon, tuzingmisan? Muborak, qanaqasan? Hafsalampir bo'lib keldim hozir sovchilikdan. Aytgan joyingga boruvdim. O'rtoq, men senga aytuvdim, o'rtoqol oila bo'lsin devdim-a. Juda xafa bo'lib keldim. Birovni uyiga borib eshigini taqillatib qiz so'rashga qo'rqib qoldim. Eshikdan kirmasimdan o'g'lingiz qayerda o'qiydi? Nima ish qiladi? Puli bormi? Nima mashina haydaydi? Kecha bittasi kelibdi, Damas haydar ekan, yo'q devordim. Mablag'i bormi? Keyin sizlar domda turarkansizlar. Men uchastkaga beraman qizimni. Domda nafas tiqilib qoladi, deb eshikdan kirmasimdan shuncha gap gapirdi, o'rtoq. Shuni bilib yubordingmi meni? Men senga aytuvdim-ku, o'rtoqol bo'lsin deb. Eshikdan kirmasimdan shuncha savollarga ko'mib tashadi meni. Bolani aqlidan so'rasin, iymonidan so'rasin, ichmaydimi, chakmaydimi so'rasin, boyligidan so'rashadi. Bunaqa joydan topmagin. Men bunaqa joydan qiz olmayman, o'rtoq. Juda hafsalampir bo'ldi. Mayli, xo'p. Voy, shundoq hafsalampir bo'lib keldi. Qizlar, shundoq suvchilikka borib bezor bo'ldim, to'g'risi. Bolani boyligidan so'rashadi, uy joyidan so'rashadi. Aqlidan so'raylar, onajonlar, aqlidan so'raylar. Ichmaydimi, chakmaydimi, o'qiganmi, qaysi institut bitirgan, qanaqa bolangiz deb so'raylar. Nima mashina haydaydi, nech pul topadi, qayerda, bo'ylari balandmi, chiroylimi bola? Mana shunaqa savollar bermanglar. Qiz uzatayotganda hushyorroq bo'linglar.